Mazkur asar Misraning to'ri bekiti munozara munbiridagi a'zo nomi asal bo'lgan turdashning ana kim uchun yig'layapsan nomli asari bo'lib, Misraning to'ri mulozimat ishxonasida ovozga ilinib tayyorlandi. Mikrofon oldida Mahinur Ro'zi, bosh nazoratchi Abo Bakram Muxtar. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchingiz Misraning to'ri bekiti. Misranim. Farzand yangi tug'ilganda ota-onaga cheksiz xushallik bag'ishlaydi ekan. Ular o'zlarining ana ham dada bo'lganligidan faxrlanadi ekan. Farzandiga barlig'ini ataydi ekan. Ana, men tug'ilganda sen shundoq baxt va xushallikqa cho'mgan bo'g'ibiding. Cho'qim shundoq bo'lgan. Sening ko'zlaringdan xushallik nurlari chaqnagan. Qalbing ana bo'lganligingdan cheksiz suyungan bo'g'idi. Meni yaramli qilib tarbiyalab chiqishni dadam bilan bas-basda shirin xiyollar ilkida tatliq mungdashgan bo'g'aydinglar. Men asta-asta cho'ng bo'ldim. Men yanali sening barlig'ing bo'lmoqdaman. Sen men uchun yashayotgandek barliq mehr muhabbatingni menga ato qilyapsan. Qayg'urgan vaqtlaringda mening tatliq kulkilarim seni shu g'am qayg'udan xoli qilgandi ha? Elim esimda. Dadamning balaliq bo'lgandan beri menga beradigan muhabbating azlab ketyapti deganini debpagina. Shundoq. Ayol kishi shundoq bo'ladigan o'xshaymiz. To'y qilganda suyumligim, barliq muhabbatim sangli xos deydi ekanmiz. Lekin ana bo'lgandan keyinchi bu chaqda o'xshamaydi ekan ana. Bu chaqda har bir ana bo'g'ichi qo'zam barliq muhabbatim sangli xos deyalaydi ekanmiz. Ana, sen behli mehribon ekansan. Men sening menga bergan oqsizlaringning haqqini qancha qilsam-mu qaytirib bo'lamig'dekman. Sening kechalari tatliq uyqudan uyg'onib meni allaylashlaring, sening aşı mehr illiq quchug'ingga chiqsamla yig'amdan to'xtashlaring. Tova, kichik bo'lsam-mu shu chaqlarda ushiq bo'lsam kerak. Sen yanala meni barliq mehr muhabbating, barliq sevging bilan ta'bilading. Men cho'ng bo'ldim. Sana tatliq chuchuk tillarim bilan gap qilib beradigan, seni ana deydigan bo'ldim. Seni ana degan vaqtimda sen qanchalik baxtiyorlik tuyg'usiga cho'mgan bo'g'ayding. Har qatim chuchuk tillarim bilan sendan so'rgan balalarcha savollarimga, mayli ko'ngling yerim bo'layotgan vaqtlarda bo'lsin yoki og'rib qolgan vaqtlaring bo'lsin, sen erinmasdan menga javob berading. Meni aşı illiq bag'ringda mahkam quchoqlig'ingcha tabiatdan huzurlantirading. Menga hammani tushuntirading. Mayli men uni tushunay yoki tushunmay, sen menga harmay qilib berading. Bir kun kashkicha herib charchab ketgan bo'lsangmi, kashlari sen meni yanala shu illiq qo'yning ichida meni bag'ringga besib turib, menga hikoya so'zlab berading. Taki men uxlab qolguncha. Ko'zing qizirib, uyqung kelgan bo'lsa-mu, lekin sen yanala mendan keyin, ya'ni meni shirin uyquga g'arq qilib atgandan keyin andin uxlayding. Ana, sening chiroyingga sen silib qarab boqmabdiman. Bugun sen solding. Tova ana, sening heliqi sutdek oq, silliq yuzlaringga qo'rq tushishga boshlabdi. Chashlaringga anda-sanda oq kirishga boshlabdi. Ko'zlaringning nuri qani? O nurlarni menga berdingmi? Ana, men seni qayritib qo'ydimmi? Sen men uchun, meni qatorga qo'shish uchun tirishmoqsan. Men uchun shu yoshlik bahorim to'zmoqda. Farzand tug'ilgandan keyin ota-ona shu farzand uchun yashaydi ekan. Ular so'g'uq demay, tirikchilik qilib bolalarim deb oz bo'lsa-mu, aşı bir yuandan yiqqan pullarga bizga yaxshi yegizib, boshqalarning oldida bo'yin qisib qolmasligimiz uchun o'zining barlig'ini qurbon qiladi ekan. O'zi yemisimi, o'zi kaymisimi, bolam deb turib yashaydi ekan. Ana, men seni g'amga patqizdim. To'g'ri, men vafosiz bolaning dedi. Men nimancha vafosiz. Anamning men uchun chekkan jafolarini men nimishqa o'ylamayman. Anamning qancha qitim men uchun to'kkan dishini o'ylamayman. Mana qarab
ba'zi vaqtlarda o'tirgan yeringda necha minutlab ang'ayib qolasan. Aşı nursiz ko'zlaringdan chiqqan qon yoshlaring qo'riq bosgan yuzingni bo'ylab sirg'ib tushmoqda. Bildim ana. Sening nima uchun ang'ayib o'tirganligingni bildim. Men uchun, yana shu men vafosiz bolang uchun. Seni shundoq miskin, o'ychan qilib etgan ahatuvar balang uchun. Ana, bugun eshik oldida cho'nqur xiyollar bilan yana meni saqlayapsan. Men vafosiz bo'lsam, sana yolg'on so'zlab do'stlarim bilan restoran o'ynayapman. Senchi, sen meni hamog'imni yemasdan men bilan birga yeyman deb saqlayapsan. Ana, meni kechir. Men nodon balangni kechir. Seni mushunda xap qilib, seni baldur qayirtib etganligimdan bekmi xijil bo'lyaptimi? İşlerim uğuşluq bo'lsin desang, ananing duosini al debdi. Ana, bugun yana men uchun duo qilyapsan. Mening baxtim uchun, mening insofim uchun duo qilyapsan. Mayli sen qayerda bo'lma, sening duoying men bilan birga ekan emasmi? Biroq mening duoyimchi. Men vijdonsiz, nadan, vafosiz bolang sen uchun bir qitimmi duo qilib boqmabdiman. Tova. Ana, sen nima degan ahmoq? Mendek vafosizligimni duo qilamsan. Ananing muhabbati haqiqatan mehnatsiz muhabbat ekan. Lekin men nimishqa kechikib his qildim. Har qatim sening shu qo'riq bosgan yuzlaringga, oppoq oqargan sochlaringga, g'am qayg'u chiqib turadigan ashu nursiz ko'zlaringga qarag'animda ichim achchiqdan to'lg'inib ketdi. Sana yuz kelmayman ana. Sen meni beqish uchun nurg'un jafolarni chekibsan. Buningga ashu qo'riq bosgan ko'zlaring, ashu yashang'irib turadigan nursiz ko'zlaring, ush kabi oqargan sochlaring guvoh. Sen qizil guldek yoshlik bahoringni menga atapsan. Lekin men-chi, sening shu mehnatsiz ajringga nima berdim? Men sana nima qilib berdim? Sana shu yillarning yaldamisi bo'lgan ashu rahimsiz qo'riq, xafiliq ve nurg'un g'am qayg'udan boshqa yana nima beralidim? Lekin yana shu o'ychan ko'zlaringdan meni o'ylayotganligingni bildim ana. Dada, sen menga qavatli amroq eding. Har qitim tamoq yegan vaqtimda sening menga yegizib qo'yishlaring ko'z oldimdan ketmaydi. Sen har bir qo'shiqni kuylab, avval sen o'zing og'zingga sepib qilib, ondan mening og'zimga salatding. Men sening quchog'ingda o'tirib tamoq yeyishga bekli amroq edim. Dada, men sana qavatli amroq. Kichigimda sen nagila borma, men davomli kaynimdan agishib turib olatdim. Sen meni nagila borma, billa ep boratding. İş qilayotgan vaqtlaringda bo'lsa, sening oldingda turib olib qolgan sho'xliklarimdan ichingdan chiqirib, shundoq kulib ketading. Endi uqdim. Asli farzandning shu ozg'in kulgisimi ota-ona bo'lg'ichining hardig'ini chiqara oladi ekan emasmi? Biroq men hozir sana qanchalik kulib bergandiman? O'ylab baqdim. Men seni kulgilarim bilan xushal qilmabdiman. Balki seni xafa qilib ketdiman dada. Senden razı bo'lmay ketdiman. Mening senden razı bo'lmaydiganim nima haqqim? Men bekli nadan kelman. İlgari sening yirik soqollaringga suyib o'ynashni bekli yaxshi ko'ratdim. Bu chaqda sen meni bag'ringga chang bosib, shunchalik xush bo'lib ketding. Meni shundoq erkilatding. Endi cho'ng bo'pdiman. Sening shu yirik soqollaringga suymas bo'pdiman. Nimishqimi bundoq bo'lib qolgandiman? Agar dada yuzingni, ashu soqollaringni yuzlarimga sanchib olay. Ashu bag'ringda birdan mo'nglanib olay dada. Dada, nim xiyol qilyapsan? Shunda, yana nim xiyol qilyapsan? Albatta, men vafosini xiyol qilyapsansan. Biroq men sizlarni xiyol qilib baqdim. Men kimlarni xiyol qilyapgandim? Men nadagi ahmas, saxta, vijdonsiz muhabbatning egisi bo'lgan ashu oshiqimni xiyol qilyaptim. Tova, sening shu qo'riq bosgan yuzlaring, nurlari o'chaydigan shu ko'zlaring nimishqa xiyolimga kirmagandi? Sening yuragingning qancha qitimlab balam deb so'qiyotganligini anglamagandim. Nimishqami yuragingning yig'layotganligini ko'rmagandimi?
xiyolchan ko'zlaring oldida mening simoyim. Dada, meni seg'indingmi? Men vafosiz hozirli yaningga boray. Dada, uzun burdu sana zan qo'yib qarab baxmig'ili. Qara, sochlaring nimancha oqib ketdi. Yuzlaringga nimancha qo'riq tushib ketdi. Qani sendagi qiron vaqtlar, qani seningdagi burkutning ko'zidek o'tkir ko'zlar, qani sendagi mazmut gavda. Dada, bugun yana seni saqlatdim. Men sana degan-ku, men vafosizni saqlamadim. Yana nimishqa meni saqlaysan? Chunki sen mening dadam, sen mening barlig'im. Seni qanchalik xafa qilmay, sening ko'ngli ko'ksing daryodek keng dada. Mana bugun yana men vafosizning cho'nqur xiyollar ilkida saqlayapsan. Men buni bilmadim. Sening shu so'g'uqda tamoq yemasdan balam keladi deb mening aman esanligimni tilab saqlayotganligingni bilmadim. Bilmayli qolmay, balki seni noumid qo'yib, u kuni uyga bordim. Dada, meni kechiramsan. Seni endi saqlatmayman. Bo'ldi, bas nadan, tugimas o'yinlarimni yig'ishtir. Anang bilan dadang seni saqlayotdi. Uyga berib, ular bilan bir vaqt issiq tomoqda birga bo'l. Dada, sen qayerdan? Ya'ni sana qayerlik yetdi. Qara, muhchib ketgan bellaringga, aran yo'tkab epmeyotgan qadamlaringga. Yana meni izlayapsan, shundaqmi? Nagili bama, sen meni izlaysan. Barliq mehr muhabbatingni atlagan men vafosiz balangni izlaysan. Biroq men uyda o'tirib, ilgari sen menga qanchalik mehr muhabbatingni bergan bo'lsang, menmi shu mehr muhabbatimni farzandimga beryapman. Sen uchun seni o'ylab boqmabman-ku dada. Senmi meni, men mushu balalarimni cho'nqigandek cho'nqigan bo'g'iydi. Endilikda buni his qilganda sen qani dada. Men kechikibdiman. Behli kechikibdiman. Seni yo'qotib qo'yib, sening qadringga yetyapman. Seni endi izlayapman. Lekin seni nimishqa topolmayman. Ana, zodi kim uchun yig'layapsan? Bunimi so'rash ketamdi. Yana kim uchun bo'ladi? Men vafosiz uchun bo'lmamdim. Shundaq ana. Sen yana men uchun ham yig'layapsan. Sen meni beqib cho'nqig'ichilik sening illiq bag'ringda allayinib ketdilar. Lekin men seni bir qatimmi bag'rimga besib boqmabdiman-ku ana. Kela. Bo'ldi, yig'lama. Men vafosizni kechir. Seni bag'rimga bosqim bor ana. Sening tonish hidlaringni hidlig'im bor. Ana, sizlarni xop mushundaq mushchaytib etgan balanglarni kechiringlar. Sizlarning mehnatsiz bergan mehr muhabbatinglarni qadrlamagan men noahlini kechiringlar. Qizil guldek yoshlig'ini to'zitib etgan men nodonni kechiringlar. Men keldim ana. Men vafosizni bag'ringga bas. Sening meni ko'tirgan ashu qo'llaringni tutib qo'yay. Men uchun mangan ashu putlaringni tutib qo'yay ana. Men uchun to'kkan yoshlaringni surtib olay. Ushdek oqargan sochlaringni tarab qo'yay. Qo'riq bosgan yuzlaringga yuzimni yiqib olay. Ashu illiq bag'ringda yana bir qatim allay lolay jinim ana.